hech qaysi zamonaviy stomatolog tavsiya bermaydigan eng eskirgan 3 ta protsedura. Menga obuna bo'ling va bundan ham foydali videolar profilimda bor. Birinchisi bu metall keramika. To'g'ri, oldin bu juda ham ko'p qo'llanilgan, lekin uni minus tomonlari tish juda ko'p charxlanib yuboriladi va vaqt o'tishi bilan milklarda seri obodoklar hosil qiladi va allergiya berish mumkin. Keyin estetik jihatdan ancha past. Hozirgi paytda eng zamonaviy yechimlardan biri bu sirkon yoki press keramika. Xizmat qilishi estetik jihatdan va allergiya bermasligi jihatdan ancha ustun. Ikkinchi protseduramiz bu syomniy protez. Bu ham oldin juda ko'p foydalanilgan, lekin uni minus tomonlari ancha ko'p. Ovqatlanayotgan paytda qimirlaydi, orasiga ovqatlar kirib qoladi. Eng katta minuslardan biri suyak atrofiyasi. Buni zamonaviy yechimi All-on-4 yoki All-on-6 metodlari. Ya'ni yoki yuqori yoki pastga jaqga 4 ta yoki 6 ta implant qo'yib turib, tish qatorini tiklab beramiz. Bu ancha mustahkam va funksiya va estetikalarini 100% sizga qaytarib beradi. Uchinchi protsedura bu tish nervlarini ruchnoy faylda olib tashlash. Buni minuslari ancha ko'p, ancha uzoq vaqt o'tiriladi patsient bilan va sifat jihatdan yaxshi tozalanmasa, keyinchalik u yana bezovta qiladi, yana qayta davolanish kerak va muammo ko'payadi. Hozirgi zamonaviy yechimi bu endomotorlar yordamida mikroskop bilan ishlash. Bu aniqlik, sifat sizga taqdim etiladi. Endi bu videoni stomatologga ko'p ish tushadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.